Albatta, barcha yurtdoshlarimizga tanish bo'lgan va foydali ma'lumotlarga boy bo'lgan sahifadan endi qizg'in suhbatlar bilan birgalikda jonli ravishda olib borishga harakat qilamiz va bizni mehmonimiz bor. Albatta, ularni tanishtirib o'tsak, Yulduzxon Masharipova albatta bizga ajoyib ma'lumotlarni taqdim qilib kelmoqdalar va aynan ular bilan studiyamizdan endi suhbatlarga kirishamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'linglar. Endi har safar yangi mahsulotlar haqida bilib olamiz endi. Bilganlarimizni emas, o'z bilgan mahsulotlarimiz haqida bilmaganlarimizni ko'proq bilib olamiz. Endi to'g'riroq bo'ldi. Bugun baqlajon haqida suhbatlashamiz. Ha, albatta baqlajon haqida. Bu mahsulot juda ham shirin. Bilmadim boshqalarga qanaqa, menga juda ham yoqadi, lekin ko'p iste'mol qilmaslik kerakligini iste'mol qilish jarayonida bilganman. Albatta. Najot sizlar sezgandan keyin bilgansiz, ko'p yemaslikni. Keling endi shundan boshlasak. Siz amaliyotda sinagan bo'lsangiz, yurtdoshlarimizga buni nazariy taqdim qilishga harakat qilamiz. Qanday zararlari bor? O'zi baqlajon tarkibida sayning miqdori ko'p bo'lganligi sababli ko'p iste'mol qilib bo'lmaydi. Chunki bu mahsulotimiz mana oshqozon ichak tarkibini tez, ya'ni motorikasini ishlash xususiyatiga juda kuchli hisoblanadi. O'shaning uchun mana iste'mol qilganingizdan keyin 2-3 soatdan keyin bilasiz, hazm jarayonidan keyin o'z faoliyatini boshlaydi. Bundan tashqari bu mahsulotimizda vitamin C, B mahsulotlari va tiamin va nikotin mahsulotlari ko'p ishlab chiqarilgan va foydali mahsulotlarga egadir. Mana aytdingiz, sevib iste'mol qilinadi, to'g'rimi? Tarkibi bo'yicha B miqdori ko'p bo'lganligi sababli shirin tuyuladi. Iste'mol qilgandan keyin mana menga ko'p savol berishadi, po'sti bilan iste'mol qilish kerakmi yoki tozalab iste'mol qilish kerakmi? Agar mahsulotni sofligiga qaraganda iloji bo'lsa po'sti bilan iste'mol qilish kerak. Chunki hozir aytib o'tgan moddalarimiz, fermentlarimiz ichida emas, po'stida ko'proq saqlanadi. Mana bilsangiz, rangi bo'yicha ajralib turadi mahsulot. Mana nima deydi, pushti emas, fioletoviy rang deymiz va oq rangda bo'ladi. Binafsha rang deyishadi. Uni sofligi va tozaligi o'sha rangidan bilinadi. Bilasiz, yana oq turi ham bor. Oq turi ham, pushti rang turi ham, binafsha rang turi ham foydali hisoblanadi. Bu rangi qoragan sari mana zararligi ortib boradi. O'shaning uchun mana mahsulot olgandan keyin 3 kun ichida iste'mol qilish kerak. Bilmaysiz-ku, bozorda saqlash muddati ham saqlangan muddatiga qarab mana bozorda ham necha kun saqlanib qolgan? Bozorda necha kun saqlanadi yoki ishlov berilganmi, yuvilganmi, o'shanga e'tibor berish kerak. Shuning uchun eng yaxshisi bog'dan uzib, tayyorshini olib, o'zingiz o'stirib, uyda sharoitida paytda dalangdan olib yeganga hech nima yetmasa kerak. Juda foydali hisoblanadi o'sha payti. O'shaning uchun mana iste'mol qilgan paytimizda tozaligiga, yuvish texnikasiga e'tibor qilgan holatda iste'mol qilgan tavsiya qilaman. Chunki bilasiz, har xil zararli parazitlar ham organizmga tushish ehtimoli kuchli bo'ladi. Keyin ta'sirli vositasiga kelganimizda bu mahsulotimizda mana oshqozon ichakdan tashqari yurak qon tomir faoliyati, ateroskleroz kasalliklarini oldini olishda juda foydali hisoblanadi. Chunki buni tarkibidagi mahsulotlari qon tomirni tozalash xususiyatiga egadir. Bilasiz, qon tomiri qanchalik toza tutsa, mana qonni yetib boradigan a'zolar shuncha yosharish va tez ishlash xususiyatiga egadir. Bundan tashqari mana qandli diabetlarimiz bor. Bilasiz, juda ehtiyotlik bilan iste'mol qilishlari kerak. Parhez taomlarni ko'p iste'mol qilishadi ular. Birinchi va ikkinchi turlarda bemalol iste'mol qilishlari mumkin. Chunki buni vazifasi oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilash xususiyatiga egadir. Bilasiz, qandli diabet oshqozon osti bezi kasalliklari natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Shunda aynan baqlajondan nima deydi, diyetadagi yurtdoshlarimiz bemalol foydalanishi mumkinmi? Diyetadagi ovqatlar safiga kiradimi? Kiradi, lekin me'yorda. Me'yori degani bu kuniga 200 grammni tashkil qiladi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib qoldim, aynan baqlajondan boshqa davlatlarda, xorij davlatlarida suxarik, ya'ni qurib biz hozir iste'mol qiladigan mahsulot sifatida quritilgan baqlajon sifatida iste'mol qilishar ekan. Quritilgan qoqi ham iste'mol qilinadi, lekin mana sofligi ko'proq foydali hisoblanadi. Bilasiz, baqlajon turgan sari zaharli xususiyatiga ham egadir. O'shaning uchun sofligi holida e'tibor qilgan ma'qulroq. Mana qoqi quritilgan dedingiz, buni po'sti olingan holatda qilinadi u narsalar. O'shanda zararligi kam hisoblanadi. Va keyin kasalliklarga kelsak, mana chekishni ko'p sevadigan bemorlarimiz desangiz bo'ladi yoki odamlar, shaxslar buni iste'mol qilsa, tarkibida nikotin bo'lganligi sababli tashlashda ko'p yordam beradi, chekishni tashlashda.
Bu ham foydali ma'lumot. Juda foydali hisoblanadi. Bu juda ham katta foydali ma'lumot ekan. Ayniqsa ayollarimiz eshitgan bo'lsa, ularni Pochchalarimizga bemalol har kuni, bemalol. endi me'yorda lekin. me'yorida. Chunki ularni boshqa asoratlarga keltirib chiqarib qo'ymasdan me'yorda shirin qilib tayyorlab bersangiz bemalol iste'mol qilishadi. Albatta, Jahongir akada sinalgan, shuning uchun me'yorda deb takror aytyaptilar. Albatta, Baqlajonni tajribadan o'tganligi uchun aytyapman, me'yorida deb. O'zim juda ham yaxshi ko'raman mana shu mahsulotni. O'sha bir necha bor takrorlangandan keyingina zo'r ham me'yorda iste'mol qilishni o'rgandim. Baqlajonni har xil holatda uy bekalarimiz baribir tayyorlashadi. Xoh uni tuxum bilan qovurishadi yoki sabzavotlar bilan qovurilgan holatda yoki hatto qaynatilgan holatini ham ko'rganmiz. Qaysi holatda u o'zini nima deydi, foydali jihatlarini yo'qotmaydi yoki qaysi holatda uni iste'mol qilgan yaxshi? Shu savolingizga katta rahmat deyman, chunki mana iste'mol qilish jarayonida har xil xatoliklar natijasida zaharli xususiyatlar ko'p kuzatiladi. Birinchidan, bu mahsulot iloji bo'lsa mana duxovka holatida dudlangan yoki parlangan va qaynatilgan holatda iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Chunki bilasiz, mana qo'rilish jarayonida ko'proq o'simlik yog'idan iste'mol qilinadi. O'simlik yog'i o'zi zararli xususiyatga ega bo'lganligi, bu birgalikda kuchli zarar xususiyati kuchayadi. Issiq holatda yana ham zararli bo'ladi. O'shaning uchun mana tepa aytib o'tgandek qilib tayyorlab iste'mol qilsa yaxshi bo'lardi. Qo'rilgan holatda kamroq iste'mol qilish kerak, chunki bu semirish holatini yanada kuchaytiradi. Endi buni to'g'ri, har bir mahsulotni to'g'ri tarzda iste'mol qilinsa, u zararli yoki foydali jihatlarga ajralgan holatda bo'ladi va buni qish mavsumiga ham biz uy bekalarimiz olib qo'yamiz pishirgan holatda. Uni qanday baholaysiz? Endi nima desam ekan, boya aytdim, eng mana tabiat bekor bularni paydo qilmagan. O'shaning uchun iloji bo'lsa sovuq holatida yeyishni iste'mol qiling. Chunki bilasiz, mana yoz, qishin bo'lsa ham hamma mahsulotlar topiladi. Hozir bozorda ham, gipermarket, supermarket hammasida topiladi. Konserva holatlarini bilasiz, mana zaharligi ko'proq bo'ladi. Agar uni tayyorlash taktikasi yoki texnikasi to'g'ri olib borilgan bo'lsa, iste'mol qilishni tavsiya qilardim. Lekin mana postini olingan holatda o'sha konserva holatida shaxsan o'zim buni qovurilgan yoki o'zini iste'mol qilish uncha xushlamayman, lekin qish mavsumida juda ham sevib iste'mol qiladigan taomlarimdan biri hisoblanadi. Aynan tayyor konserva holatida u baribir ishtaha ochadigan qandaydir xususiyatga ega bo'ladi. To'g'ri, agar mana konserva holatida iste'mol qilsangiz, tavsiya qilardim pomidor va garimdorni ko'proq solishni. O'shanda ta'sirli foydasi juda oshadi. Demak, ayniqsa hozir mana shu mavsum, qishga tayyorgarlik ko'rish mavsumidamiz. Bekajonlarimizga ana shu ma'lumot taqdim qilamiz. Pomidor va garimdorni ko'proq solishni tarkibida oshirish kerak. Yana bir narsani eslatib o'taman. Mana hozir yuqorida kasalliklarni aytib o'tdim. Qo'zish davrida, yara kasalliklarida, mana oshqozon ichi yaralarimiz bor-ku, o'sha kasalliklarda iste'mol qilish mumkin emas. Chunki buni ta'sirligi kuchli natijasida mana kislotalik oshib ketishi uchun sababli yara kasalligini olib borishi yoki oshishi kuchayadi. O'shaning uchun iste'mol qilishni kamroq tavsiya qilardim. Bundan tashqari yana qaysidir kasalliklarga davo sifatida ishlatiladimi baqlajon? Ishlatiladi. Mana aytib o'tdim, bo'g'im kasalliklarida, yallig'lanish kasalliklari bor, bo'g'imdagi. O'shalarda yallig'lanish jarayonini yengillashtirish xususiyatiga, ya'ni antiseptik xususiyatiga ham egadir. Rahmat. Chin ma'noda foydali ma'lumotlar bo'ldi. Shaxsan biz uchun ham, yurtdoshlarimiz uchun ham o'ylaymizki, manfaatli ma'lumotlar bo'ldi, bekajonlarimizga ayniqsa. Albatta, biz bilan suhbatda ajoyib manfaatli ma'lumotlarni taqdim qilgan mehmonimiz, to'g'riroq hamkasbimizga aylanib yurgan Yulduzxon Masharipova tibbiyot fanlari nomzodi bo'ldilar. Minnatdorchilik bildiramiz.